ishlab chiqarishi bizda nazarda tutilmagan, lekin bizning davlatlar O'zbekiston orasida juda mashhur bo'lgan brend Zikr brendi. Zikr brendi Geely korxonasining, ya'ni Geely konsernining bir parchasi. Bugun u yangilangan 8X Zikrni taqdim etdi. Bundan tashqari o'sha bahaybat va bahaybat muammolarga ega bo'lgan 9X ham mavjud. Avtomobilning tashqi o'lchamlari Zikr 9X dan biroz kichkina bo'lsa-da, lekin bu avtomobilning umumiy quvvati hech kam kichkina emas. Bu avtomobilning maksimal quvvati 1400 ot kuchiga teng. Karl, 1400 ot kuchiga. Avtomobil 0 dan 100 gacha taxminan 3 soniyada tezlasha oladi. 3 soniya. 1 2 3. Crossoverning eng yuqori versiyasi 8X Yaoying deb nomlanadi. U 2 litrli turbo motor, 70 kWh sig'imli kattaroq akkumulyator hamda 3 ta elektr dvigatel bilan jihozlangan. Elektr rejimida yurish zaxirasi 410 km ga yetadi. Umumiy yurish masofasi esa 1400 km dan ortiq. 8X modeli 2 yoki 3 qatorli variantlarda taklif etiladi va boy jihozlar to'plamiga ega bo'ladi. Ular qatorida 40 ta sensor, 5 ta lidar, 2 ta Nvidia Drive Thor U chip asosida ilg'or haydovchiga yordam tizimi, old panelda 3 ta ekran, orqa yo'lovchilar uchun shift displeyi, massaj funksiyali o'rindiqlar, shuningdek 29 ta dinamikli Naim audio tizimi kiradi.